أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. O'tganki darsning davomi Hazrat Umar ibn Abdulaziz radhiyallohu ta'ala anhu'ningki ish izlari. Kana Umaru hakiman fi qawlihi wa fi'lihi. Umar ibn Abdulaziz gap so'zlarda olsun, ish izlarda olsun hikmatli dedi. Sa'alahu rajulun mata atakallam. Qachon gap qilsam bo'ldi deb biraydan so'rabdi. Faqala idza ishtahayta an tasmuta. Jim turishni xohlagan vaqtingda so'z qil. Jim tursam bo'ldi degan vaqtingda so'z qilgin. Qala famata asmut. Unda qachon gap qilmay tursam bo'ldi desa, idza ishtahayta an tatakallam. Gap qilgin kelgan chaqda gap qilmay jim tur. Gap qilmay turgin kelgan vaqtida gap qil. Yani sen nefsini xilof ish qil demoqchi. To'g'ri hadisim bormi? Man kana billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. وقال إذا كان في القاضي 5 خصال يعني مدادتكن قاضي خنمدا 5 türlü xislat bo'lib qolsa faqad kamula bu kamalat ketgan mukammal bo'lgan bo'ldi. Ilmun bima kana qablahu o'zidan burun bo'lgan ishlarni obdan bilsa va nazahatun anit tama' tamadin pak bo'lsa va hilmun alal khasmi husumatchi kishilarga qarata kang qo'saq bo'lsa vaqtida bil aimma imomliga iqtido qilgan bo'lsa va mushavaratu ahli al-ilmi va ar-ra'y ilm ahli va maslahat bilan mushavirlardan maslahat oladigan bo'lsa to'g'ri ko'z qarashda bo'ladigan ishni to'g'ri mo'ljalab dansiyaladigan kishi deng. وقال إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى أضع معروفي عنده فيده عندي أعظم من يدي عنده. Bir kishi meni ash kishiga yaxshilik qilib qo'ysa dedi. Men bir kishi yaxshilik qilay desam, u kishi meni yaxshilik qilib qo'ysa dedi. Ha? Fayaduhu indi a'zamu min yadi indahu. Uning menga qilgan yaxshiligi mening unga qilgan yaxshiligimdan kattaroq edi. Yad degan mishada ihson degan. Men birisiga yaxshilik qilay desam, u kishi meni o'ziga yaxshilik qilib qo'yib qolsa, ruxsat qilib qolsa, fursat bersa, mening qilgan yaxshiligimdan uning menga qilgan yaxshiligiga bosib tushdi demoqchi. Mana shunda bir fursat berganlik uchun. Shu yaxshilik degani shu meni qilib qo'ygan shu bir shu yaxshilik. Yad degan mishada yaxshilik. Shuni lahu ayadin bayda. وقال وإذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه yana bunda deydigan bir da'vogar ya husumatchi seni huzuring kelib qolsan qazi bo'lib qolsan ya amaldor bo'lib qolsan ya sudchi bo'lsan sen oldinga bir da'vogar bir ko'zi quyilib ketgan holatda kelgan bo'lsa bir da'vochi voy ko'zini quyotdi Allah deb kelgan bo'lsa fala tahkum lahu hatta ya'ti khasmu uning yana bir husumatchisi qarshi taraf deydimi hozir hamda ma da'vo qilib keldi bu da'voga oldi javobgar kelgunga qadar uningga uyon qilib hukm qilyotmadi fala'allahu qad fuqiat aynahu jami'a balki javobgarning ma adam da'vogar javobgarning ikki ko'zini qo'yib qolgan bo'lishi mumkin ya'ni ikki tarafning gapini anglab unda hukm qil demoqchi. وقال ادرأوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة. Her qanday bir gumonliq ahvol bo'lib qolsa, tikilib qoldigan, ayriyanmaydigan ish bo'lib qolsa, ig'ir jazolarni neri tutinglar demiş. Idra'u deganlar tutishgan yoki oldin elinglar degan bo'lgan. Al-hudud degan shariatda inib belgilangan ig'ir jazolar. Masalan, qo'lni kesish, chamni kesak qilish, qisasli o'tirish mushullah hududim. Bundan boshqa jazolar qazoqning o'zi ahvol qarab bunda hukm qilish mumkin. Lekin bu hududga Alloh shundan belgilab o'tgan. Ular jazosi qo'l kesiladi. Chamni kesak qildi deganlar bu hudud. Chun atashfa'u fi haddin min hududillah degan Rasululloh. Bu belgilab o'tgan jazo qazoqni u ham bilan qilmaydi.
Rasulullah men qilmaydi. So'ng qo'l kesildigan ayollar Hazrati Usama ibn Zayd tilib olib nima qilgan chog'da kaygan. Peki shubhadan deb qoldi modusni. Shubha. Ana ini qilmagan, gummonlik bo'lib qolgan. Masalan, bu jinoyat qilganmi, qilmaganmi deb kesib isbotlanmagan ahvolda u jazoni yurgizmaydi. Nima uchun? Fa innal valiya idza akhta'a fil 'afwi khayrun min an yata'adda al-'uquba. Chunki vali, yani sotchi yoki vali amalda sharbashqa ashul ijro qilgan bo'lsa, afu qilishda xato ketib qolib, afu qilmaydiganda afu qilgani jazolashda siziqdan olib ketgandan yaxshiroq. Ortiq jazolab qolgandan xato afu qilgani bu yaxshiroq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisidami idra'ul hudud bish-shubuhat. وقال اعمل لدنياك على قدر مقامك فيها. Dünyayın uchun sen şu dünyada qanchalik turgan bo'lsang, shunga loyiq ish qilgin deydi. Shunga loyiq ishlagin. Ma dunyoda masalan 10 yil yashagan bo'lsang, 10 yil turalg'idek qo'ysasan bo'ldi. 200 yil chidaydigan o'ysa uchunsan bo'ldi. وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ عَلَى قَدْرِ مُقَامِكَ فِيهَا. Ahiretin uchunmi? Ahiretda sen qanchalik turgan bo'lsang, shunchalik turishga yaraydigan ish qilgan. Yani mangu turgan bo'lgandan shunda ish qildi demak. وقال إذا استطعت أن تجيء يوم القيامة لا يبتغيك أحد بمظلمة فافعل. Eğer sen qanda çağrılık qilsan qilib qiyomat kuni hech kim seni zulm qilgan dema, bunda bo'z ketdi deb qolmaydigan holatda qiyomatda shunda qiladigan bir chora bo'lib qolsa, qulonning kelib qolsa unda bo'lash shu ishni qiladi. Chunki oxiratda birisi yaqinga islom bunda bo'z ketganda, yomon zulm qilganda deb qolsa oyada ahvol chata qildi. Seni izleydi demek. Yuriduke yani. Son sorularsan iştibga dedi. Meza turid. Yatlub yurid diyeman. Allah'ın razılığını gözlep. Ve qala li julasaihi sorunda billi o'tag'an namralarga mundaq degan edi. Akhbiruni man ahmaqun nas. Ma aytib beringlarchi. Xaloyiqning eng ahmaq ekan. قالوا رجل باع دنياه بآخرته. O'tag'alla dunyosini oxirati bilan sotib olgan kishi edi. Ba'a dunyahu bi akhiratihi diye ma bizimkida shunda. Bizimki oxirat ishni dunyoga lekin bizdagi kafatarish rajulun ba'a dunyahu bi akhiratihi. Ba'a akhiratahu bi dunya. Ba'zi ma ba'd degan so'zni tilda qarama qarshi ma'noga so'z deb qilishni. Masalan, sharob degan, ishtiro degan qarama qarshi. Ba'a degan ma'noga keldi, ishtiro degan ma'noga. Satdı degan ma'noga, sotib oldi degan ma'noga. Balki ba'a degan shuna bo'lsin. Odam yetmasi dunyosini oxirat sotadigan. Rajulun ba'a dunyahu bi akhiratihi degan oxiratini qo'lga kiritib, dunyoga tegishli degan. Bu ma'no to'g'risidir. Ba'a dunyahu bi akhiratihi. Hozir ba'a akhiratuhu bi dunyahi bo'ldi. Ba'a akhiratahu u to'g'risidir. Yani dunyosida oxiratni almashtirish degan, ba'a degan muborakni almashtirish degan bo'ldi, to'g'rimi? Satsız almashtırılgan gap. İşte sorduk. Satış deganni xizmat almashtirish degan. Al-mubadala. Al-bay' lughatan al-mubadala. Wa shar'an fiqhda mubadalatu mal mutaqawwim bi mal mutaqawwim ala wajh at-taradi. Hozir bu anda yeniden chiqarayotgani oxirda. Oxirdan qo'ldan birib, ma dunyodagi narsani qo'lga chigizdi demak. Ma'nosi nima? Oxiratini setib bu dunyoda ya mansab yoki pul mol dunyo narsani qo'lga keltirish uchun oxiratni qo'ldan birib qo'ydi. Faqala Umar ibn Abdul Aziz, "Ala unabbiukum bi ahmaqa minhum?" Bununla bekrak ahmaqni depiraymi? Depirmaymiz sizlarga? Qalu bala, ya depaslar. Bala deymiz. Shunda. Ya depaslar. Bal la. La degan bor. Ya.
An'a nimada Umar ibn Abdulazizning so'zida ala unabbikum ala degan bir nafi bor. Deppamayman yo'q depaslar. Depraymosa depaslar. Deppamayman degan yo'q depaslar. Nafi isbat. قال رجل باع آخرته بدنيا غيره. هذا معنى سيدنا مش طول كلمة. باع آخرته ده. باع دنياه دين. Anda ba'a doğru değişimde ba'a ahiretahu dünya degan masala şunu to'g'ri ekan. Mana ma'mu unda ahmoq ekan. Bu qanday ekan? Bu oxiratini qo'lda turibdi. Lekin o'zi dunyoda o'zini halokatga erishish uchun emas, boshqa birisining o'zini halokatga erishtirish uchun o'zining oxiratini qo'lda bergan. Avam deşmemiz dünyada paylanıptır. Bu ahmaktır. Bunun da ahmaklığı yapsa, özün paylanmaydıgan, başka birisini paylandırış için dünyadaki kısa özüralavattan özünün ebedi ahiretlikini qo'ldan bir qo'ygan. Şimdi hazır şu bazı başlıklığa, bazı birine galçılık qilgan odam shunday go. Hakki zulm qildi, urdi, hammasini o'chirsa, qo'shni razıqlanmaydi, unutlanmaydi. Allah'ın malını müsaade kıldı, taat oldu, hemimiz ne var? Şundan çıkıp kulsizime gider. Şundan çıkıp çıkmaydı. Aslında bazı başgili var. Başsılık başgiler. Şunda zulüm kıldı, başını iğralandı. Bütün küçülen küşeydim de. Başı ağın baş, yan çıkı sıramdaşın özürlandı. Ya başkılına baytılışın kıyafet. O en ahmakı değil. Başgine çişligen ismi cennet sırdı deyin gibi var. Endi aytmoqlik so'zim. Bajgirni tishlagan ishtimi jannat ishtirdi. Unday bo'lgan ekan, birinchisi rajulun ba'a akhiratahu bidunya, mashkinsa rajulun ba'a akhiratahu bidunya g'ayrihi desak, ikkalasi bir xil bo'ldi. Va qala anil khalifa, an khalif degan qanday odam desa, xalifaning ta'rifini bunday qilibdi. İnnehu el-ummu farashat ve anamat. Bu xuddi shu anaga o'xshaydi. Ana ko'pdan silab bolalarni allayt xultib qilgandek boshqa bolalarning ubdan aramida uxlash uchun kirib qalqmay chiqadigan anaga o'xshaydi. Va qala ittaqillah, Allohdan qo'rq. Fa inna at-taqwa yallati la yuqbalu ghayruha. Chunki taqvolik degan nima bo'lsa, uningdan boshqa qabul qilinmaydigan, ashulam ta'kildigan narsa shu. Va la yurhamu illa ahluha. Faqat taqvolik ahli bo'lgan kishilarga ham rahim shafqat qilinadi, boshqasiga qilinmaydi. Va la yusabu illa alayha. Faqat taqvolik bilan savob beriladi. Va innal wa'idina biha kathirun. Taqvolik bilan va'z tabliq qildiganlar bakjiq. İttaqullah, bu da söylenilgan xitobullah, nutq söylenilgan bakjiq deydi. Ve innal amilina biha qalilun. Lekin taqvodarlik taqazzasi bo'yicha ish qilganlar intayin az. Kana Umar rahimahulloh zahida. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi zahid edi deydi. Yani dunyoga berilmay, oddiy sodda yashaydigan, oxiratni ko'zlaydigan kishi edi. Wari'an taqvodar, shubhadan jiroq, gumonliq narsadan jiroq turadigan, mutawakkila, haqiqiy tavakkul qiladigan zot edi. Tavakkul degan nima? Allohga topshirish, Allohga tayinish, Allohning huzuridagi nozimlikka ishonish. Ondan kishilarga tayinmaslik, kishilarning qo'lidagi narsaga qaramaslikdan iborat. Qur'oni Karimda va tawakkal alalloh وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وتوكل على العزيز الرحيم. تمام؟ جقم على الله فليتوكل المؤمنون. يستشعر خشية الله. يستشعر degan ashuna qattiq his qildi dedi. Alloh taoladan qo'rqishni his qilib turgan. Ve yakafu azabe, azabdan korkup durduğan şunda zat idi. Dakhala Meslematu ibn Abdülmelik aleyhi. Bu Süleyman ibn Abdülmelik'in müjdıkını boluşu mümkün. Meslem ibn Abdülmelik onun huzuruna kiripti. Fil mardatillati mâte fiha. El marda ismi marra, yani marad. Ölüp ketken ahirette bir katımlık kesilde
Mesela bilmedik yoklab kirdi. فقال له يا أمير المؤمنين إنك أغفرت أفواه ولدك من هذا المال. إيه مؤمن أميره سلا balçaqlarının ağzı burnunu moşu mal mülkten quruq qaldırıp qo'ylar. Qafr degan quruq cho'lni deymiz. Aqfarta degan cho'lda artib qo'ylar degan. Va qabru harbin bi makanin qafru va laysa qurba qabri harbin qabru. Fataraktahum alatan. Bu mal dunyodan ularni bahriman qilmay, mahrum qilib qo'yib, ularni boshqalarga muhtoj holatda tashlab qo'ydilar. Ala degan muhtoj. Qur'on karimda va in khiftum ailatan sawfa yughnikumullohu min fadli. Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Aila degan ya'ni muhtojlar namoratlik. Ularni muhtoj holatda tashlab ketdilar. ولا بد لهم من شيء يصلحهم. Ularning hamda ahvolini yaxshilaydigan bir pul mol dunyo bo'lmasin bo'lmaydi. فلو أوصيت بهم إلي. Shunga ularni vasiyat qilib ketgan bo'lsalar, أو إلى نذرائك في أهل بيتك. yoki sizning jamoat ichidagi ahli bayt degan oila tavobalari jamoat ichidagi sizga o'xshash erlardan birisiga vasiyat qilib qo'ygan bo'lsalar, lakafaytuka ma'unatahum inshaalloh. Yani men vasiyat qilgan bo'lsam, men topshirib qo'yib ketgan bo'lsam, uning ehtiyojini qamdab, obdan qaraytdim ularga. Ma'una degan ularning chiqimi demak. Yani ehtiyojini men qamdab birdim. Faqal Umaru ejlisuni. Yani o'ttag'izinglar deb achchiq gapdi. Hazrat Umar ibn Abdulazizninki sal achchiq kelib, so'ngan o'ylab o'ttag'izinglar deb buyurgan kasalchan, oxirgi kasal o'lash oldidagi vaqal. Shunga uni o'ttag'izgan ekan, faqala alhamdulillah. Alhamdulillah. Abul faqr tukhawifuni ya Maslama. Ey Maslama, sen faqirlik bilan meni qo'rqityapsan. أما ما ذكرت من أني أقفرت أفواه ولدي من هذا المال وتركتهم عالة. سن تلغى آغان مش جابت إلى يعني نمي جابت mening mush ballarining og'zi burnini cho'ldartib mushunda muhtoj holatda tashlab qo'yishim degandek mush gaplar kelsak, fa inni lam amna'hum haqqan huwa lahum. Men ularning haqqi bo'lgan bir narsani ulardan to'sab qo'yganim yo'q. Va lam u'tihim haqqan huwa li ghayrihim. Ulardan boshqalarning haqqi bo'lgan narsani ularga berib etganim yo'q. Va amma ma sa'alta min al-wasati ilayk. Endi sana vasiyat qilib qo'yash deganda gaplarni sen so'rayotsa hozir. Aw ila nudraika min ahli bayti. Yoki sana o'xshash mening jamoatimdan bo'lgan ba'zi kishilarga bolalarimni topilab qo'yishni so'rayotsan, muddat topilab qo'yishlar da'vatsan. Fa inna wasiyati bihim ila Allohi alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Bu so'zingga qarata mening vasiyatim ash ballalarimni, balchaqlarimni topilishim kitobni nozil qilgan Allohga topilayman. Va huwa yatawalla as-salihin. U zot solih bandalarga ega chiqquchidir. Qur'on Karimda inna valiyallohu allazi nazzala al-kitab va huwa yatawalla as-salihin. Yatawalla degan ega chiqdi, vali bo'ldi degan. Wa innama banu Umara ahadu rajulayn. Umar ibn Abdulazizning balchaqlari ikki kishidan biri bo'lashdan xoli emas. Ya bo'ldi, ya bo'ldi dedi. Rajulun taqalloha. Ya Allohdan qo'rqqan kishi bo'ldi bu. Faja'alallohu lahu min amri yusra. Undan Allohdan qo'rqqan ekan, Alloh taolo uningga ishlarini qulaylashtirib, xubdan qilib birdi. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. O'ylamag'an yerdan uningga rizqni o'tidi, qiynalib qolmaydi. Yoki varajulun ghayyara va fajar. Yoki yaxshi ahvolni o'zgartirdi. Yani ta'ni ma'siyatni o'zgartirib qolmashtirib, ahvolni o'zgartirib, nima ba'chada o'bdamda buni. Kim ahvolni shundan o'zgartirib, yo'ldan chiqib, usullar mashg'ul bo'lib qolsa, fala yakunu Umaru awwala man a'anahu ala irtikabi. Günah ma'siyatini qilishiga Hazrat Umar, yani men
oldin olab yordam beradigan odam bo'lib qolmayman. Ya'ni hozir men birsiga topshirib, xabar aslan nuqizlab nuqisa, u yo'ldan chiqib nachar ishni qilgan bo'lib qolsa, u odamni xabar olaman, yordam qilaman desa, bunun tamam çekilgan, Arap çizilgan, kımav oynaydigan, ak çekilgan işler. Yani yardım bul, kavarım bul. Yani ben sebep bırakmam. قال مسلمة فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر. مسلمة hazır bugün kaçan davatı da? Keyin Hazreti Ömer bin Abdülaziz ölüp ketip, keyinki vaqtda degan gap. Aşında vasiyat qilgan bo'lsa, pulni lazım bo'ldi bolalarga bu desam, unda gap qildi. Keyin andan Hazreti Umar dunyodan ketgandan keyin bolalarga qarasa, hech qanday bir muhtojlar qo'llarga haqning qo'li qarab qolgan shu. Yani Alloh topshirdi, Alloh egizikda o'zini qildi. Kana rahimahulloh fihi riqqatun va adabun. Yani bunda keskin kişiydi. Ama şunda turuluq yana bir xil zeriplik mesela. Yani isil edeb ahlak, çıraylık muamele, silik muamele kıldıgan bunda zat dedi. Başkalar bilan neydi? Çıraylık muamele kıldıgan, edeb bilan muamele kıldıgan, silik muamele kıldıgan kişiydi. Qala Raja ibn Haywa li Abdülaziz ibn Umar. Raja ibn Haywa bu mutabi'lardan ise Umar ibn Abdülaziz'in oğlu Abdülaziz'e depti. ما رأيت أكرم أدبا وأكرم عشرة من أبيك. أدب جاتن bir adam bilan chiqishib ulfatlish jihatdan sen dadangdanmi eslirak bir odamni ko'rmadim debdi. Ashra degan muomala qilish, aralashish degan. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Samartu indahu layla. Bir ketsa men uning huzurida paranglashib o'tirgandim, mo'ngdashgandim. Samar degan kechida paranglashib o'tirishdim. Rasululloh la samar ba'da al-asha deb nahy qilgan bo'lgan. Bundan keyin paranglashib o'tirish yaxshi emas deb. Tamam? Mush kishi bir kechasi Umar ibn Abdülaziz bilan mo'ngdashib chiqdi ekan. Men uning bilan birga bir kechasi mo'ngdashib o'tirgandim. Fa bayna nahnu kadalik. Biz shunda o'tirgan vaqtimizda İda ashiyal misbah tuyuqsidan to'satdim. İda degani to'satdim. Ushtim tut, chiroq o'chib qoldi. Chiroqning yig'i tugab qoldi. Qanday chiroq ekan? Jin chiroq ekan. Pelik bilan o'qigan chiroq bormi? Hozir yo'q endi chiroq. Wa namal g'ulam. G'ulam degani shu malayin demoqchi. Ularning xizmatini qildigan, malayin uxlab qolgan. Kecha bo'lgan ekan. Faqultu ya amiral mu'minin, yani xalifa vaqti ekan bu. Ha? Umar ibn Abdülaziz'ning xalifa vaqti ekan. Bu kechadamda ba'zi bir ishni maslahat qildigan, kengash qildilar, paranglashib o'tirib qoldi ular. Shunda u malaym uxlab qolgan ekan, chiroqning yig'i tugab qilib o'chib qoldi. Ya amiral mu'minin, qad ashiyal misbah. Chiroqning yig'i tugab qoldi. Va namal g'ulam, malaym uxlab qoldi. Falau adinta li aslahtuhu. Shunga men ijozat aslamam deb chiroqni tuzashtirib qo'ysam debdi. Bu xalifaning huzurida unda palax ruxsat olmaylar, g'ildilar yuz bo'lmaydi. Yani ba'zi unda nimadan bor, yuz qilinmadan. Sen bir kun o'ychisa, o'ran so'maylar qildi, bu abjayati bor, men qilaman deb ishni qilish mumkin. Yani bu ijozat elib qilgan ish bor. Chunki o'ydiganda nimaga ichkiri o'yga tuyuqsiz chesa bo'lmaydigan bir taraf bo'lishi mumkin. Shundami? Onun icazet edilip, hemen çıkıp bana o'xshab qo'yaymi, ya hamma o'chsam bo'ladimi demasdan. Bunlar nima qilgan? Xalifaning huzurida bu asli endi chiroq o'chib qolgan bu odam qo'yib bo'lgan odam endi. Lekin ijozat so'rabdi. Faqala Hazrat Umar ibn Abdülaziz bunun javoban undabdi. Laysa min muru'atir rajuli an yastahdima dayfa. Ma'sudun oltin halidan yezib yerdilasa bo'lgan so'z. Mehmenine hizmet kıseliş bir kişinin adimgerçiliğinden emas. Adimgerçilik qayda bo'lgan odam bo'lsa, uyga mehmonga xizmat qilsa bo'lmaydi. U kelga mehmonni, "Voy, falani, yana unda qilasizlar, mana ishlasizlar, mana ichilasizlar" desa, mana adimgerçilik taqsirlash. Ya boshqa kitobda topolmaysiz nima gapdan. Ya boshqa bir kitobda ushirma. Uyga kelgan mehmonni ish qilsang bo'lmaydi degan. Tavsiya qo'yib, o'zdan xizmatini qilsin. Tamoq to'shiydigan,
Sen yetişemeye kaldığın yardımcısından çıkmayman olsa yardımcısı çok başka gel. Lakin sen oturup o kişi o öyle sınavlısı olmaydı. Bu adam gerisindeki tartışma var. Ben yapma şu ilgisi üzerinde mesela Mirun Halife adır şu önün ilgisi adı. Kasırının ilgisi. Halife'nin uyu baba. Ya Halife'nin uzurdu ki gel. Halife o adamı uygurup mudiş kurtarmaydı. Bu kasırdaki gel mi abi? ثم حط رداءه عن منكبيه. Ondan ridasını mörüsten çürüp, yani selirtip değil. Rida degan unda bununki yangi yo'q to'nni. Uni qattiq mörüsten çürütüp, وصب الزيت في المصباح. Ondan yağni chiroqqa quy deydi. وأشخص الفتيلة. Ondan kilik ya. Kilikni ondanda urrak tiklab qo'yamiz endi. Bunda chirishib tursa yog'ni paras-paras bilan ko'ydirib bu ichib qoladi. Bunda tiklab qo'ysak, tigida yog' tortib qo'yadigan. Ashxasa degan ashini unda tiklab qo'ydi demakchi. Sal ko'tarib qo'yapti. Summa raja'a va akhadha rida'ahu. Uni qaytib kelib yana ridasini yepini oldi. Va qala va ma darrani. Mana nima ziyam bo'ldi demakchi. Qumtu va ana Umar va raja'tu va ana Umar. Men o'rnidan turib manganim shu Umar shutdi. Chiroqni o'xshab kirib o'tdim shu Umar men bijirim kimib qoldim yo'q. Va dakhala rajulun alayhi ya'uduhu fi maradi. Kasal bo'lib qolgan chaqda bir kishi yo'qlab kirgan vaqtida fasalahu an illatihi. Kesildan so'rabdi. Falamma akhbarna lar aghraydu. Esa biqanim aghraydu ya mundayir aghraydu deydimiz. Nima? Mundayir aghraydu, munda kasal ekan bu degan ekan. Kesan yo'qlab kirgan adam min hadhihi al-illati mata fulanun va fulan. Qalani pokoni mushunning hammasi mush kesal o'lib ketgan. Buga g'ir kesalma bor. Ya'ni kesalni yo'qlagan chaqda sizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnati bo'yicha qancha ig'ir kasal bo'lsa inshaalloh saqib ketadi. Sallamazda saqib qo'yib ketadi inshaalloh. Bu kasal inshaalloh ustadni qilib ketadi. Yani taqijiq ishlar biz birlik qilgan bu da bunda ko'ngli yasab qo'yish sunnati. Bakshi, yani siz mushunda ulula deganda gapdan. Falan ko'ngli mushkilsa bo'lib ketgan, siz mushunda o'lib ketgan o'xshaylar deganda gap qildi. Faqala lahu Umar ya akhi, ey qarindishim, ma'va azr adab o'tib ya. Adabsiz adamkan. Kasalni yo'qlab turib sen o'lisa deganda gap qildi. Adabsiz bo'lgan ekan, unaqa chiroyli adab o'tib. Ya akhi, idza udda al-marda kisallani yo'qlagan vaqtingda fala tan'a ilayhim al-mauta. Na'i deganda biz boshqalarni o'lim xabarini kirishdik. Na'ahu na'a ilayhi fulan. Falan o'lib ketdi deb xabarni kelganda na'a deymiz. Na'i. Kasallarni yo'qlagan vaqtingda u kasalga o'laklarning o'lim xabarini demagin ular. Va idza kharajta min indina bizning o'zirimizdan chiqayotgandan keyin fala ta'ud ilayna. Ikkinchi maydasizlar. Ikkinchi ko'zam ko'msin sinlar degan. Ranjib qoldim-da. Azob bo'ldim kishiga. Va kana Umar idza bada lahu an yanfarida bi nafsihi idza bada lahu an yanfarida bi nafsihi degan ama yolg'izroq bir xaliroq o'tiray. Mehmon kirib yo'qlab aram olmay qoldigan yoki sal bir charchab qoldigan ish bo'lsa, yolg'izroq bizdan aramasin bo'ldi deb qolsa, va arada an yuqima an-nas alladina 'indahu kishi o'tgan kishilar qubib ketsa ekan deb qubur o'tishni xohlab qolsa, qala na'am idza shi'tum. Xolisanmi be deblam. Siz tadqiqsiz. Na'am idza shi'tum. Yani qo'pollar degan gap yo'qmayapti. Xapimmisanmi be degandikilam chiqdan degan. Bu adab bor. Yani qo'pollar desek bo'lmaydi. Arabchada qo'pol degan gap yo'q-ku. Adab chiroylisizlar. Xapimmisanmi ekan degandiga aramoqchi o'shadan gap fransuz charchib qo'ygan bo'lsa, boshqa o'zini qo'poldan gap. Rahimakumulloh, Alloh qasimga rahmat qilsin. deb bunda deydigan. Mushumanda adab qoida. Bu aramag'il qo'yamizlar ya deb bunda. Qo'pasliya. Qishing yo'qmi qasimdan deb desa bu adabsizlik bo'ladi.
كان عمر صابرا عمر ناس sabrchan لم يجد الجزع إلى قلبه سبيلا chidamsizlik sabrsizlik uning diliga yo'l tutamagan ya'ni qat'iy yetib kelmagan shunda bardoshlik qiladigan zot dedi jazo degan sabrsizlik chidamsizlik kichikkin o'ychanib turganni jazo deydi لما احتضر ابنه عبد الملك o'g'li Abdul Malik sakrat tushib qolgan chaqda قال له كيف تجدك يا بني ey o'g'lim o'zingni qandaroq his qilyapsan hozir deb so'rabdi قال اجدني في الموت o'g'il debdi men shu o'lib ketgandek his qilyapman اجدني في الموت yani o'lim ichidek his qilyapman o'limni ichiga chirib qo'ygandeklar فاحتسبني shunga mening o'lib ketishimni yani hozir dadisi balasidan ayrilish oldi shunama shu mendan ayrılishni Allah'ın huzurida savobga erishadigan bir balay musibat deb hisoblasangiz. Yani mendan ayrilish savobini Allohdan kutsangiz. İhtisab degan shu. İhtisab degan hisobdan kelgan narsa. Sanash. Sanash hisoblashdan kelgan. Xuddi inson men ma ishni qildim. Bu qilgan ishimga Alloh taolo savob bersa, ma ishimga ma bir savob. Ma ishni tutdim, bunga bir savob. Hisoblab Manda ish qilganman, bash savobga erishibdimi? 6 ish qildim, 6 ga erishibdimi deb shu qatorni hisoblashni bildirgan. Shuni ihtisob degan bir narsani qilamiz. O'zi bir kishini xush qilish uchun emas, u odam ranjib qolsin deb yaxshilik qilib bizni tillasimiz. Savobini Allohdan kutay desak bu ihtisob. Bir musibat uchrab qolsak, Alloh menga ajr beradi bunda desak bu ihtisob. Şuna mendan ayrılışlarını mı Allah'dan savab ümit kıtılgan bir balay musibet hesabıda hesablaslar. Fe inne sevaballahi hayrun leke minni. Men sizin kaçlarda boğanından sizge nispeten Allah'ın mendan ayrılışlarına, çıdaşlarına karta bergen savabı yaxşırak. Mendan Allah'ın savabı yaxşırak siz üçün. Fakat Umar Azizallahu anh dedi ki, vallahi ya bunay, Allah'dan qasam ki ey oğlum, لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك senin mening tarazimda bo'g'ining men uchun mening sening tarazingda bo'g'inimdan suyimlikroq dedi. Nimachi? Wallahi ya bunay la an takuna fi mizani ahabbu ilayya min an akuna fi mizanika. Mana dedim, ey o'g'lim, sening savobingdan mana bir savob kirishi mening savobimni sana savob kirishidan mana bir suyimlikdir. Shunda Allah savob bermaydi, men ham sana savob berishim. Hozir balasi men ayrılsam ayrılay, lekin mendan ayrılganliklar uchun Alloh taolo sizga savob bersa ekan deb shuni umid qilsizlar, savob bersa mening sizning qasdida bo'lganimdan Alloh taolo savobi sizning qasdida bo'lsa mendan bekrak foydali dedimi? Degankin bu nima dediki, ey o'g'lim, sen meni tashlab ketganingdan, ya'ni sen burun o'lib ketganingdan men burun o'lib ketib, mendan ayrilganligim uchun sen ihtisob qilsam, mening o'limim orqali sana savob kirishi men uchun suyimlik darab bo'lsa. Yani mantıki bo'yicha shunda deydi. Nima? Bu hozir bir-biriga shunda fidokorlik so'zlarini qilyapti. Faqal Abdul Malik va ana vallahi balasini tan fidokorlik ko'rsatib, debdi, "Menmo Alloh bilan qasamki, la yakuna ma tuhib ahabbu ilayya min an yakuna ma uhib." Siz yaxshi ko'radigan ishning bo'lishi mana nisbatan men yaxshi ko'radigan ishning bo'lganidan men suyunlik. Yani dadamning orzu qilgani bo'lsa ekan deyman dedi. Walamma waqafa ala qabri, u balsa o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin qabrining beshida turib, debdi, "Rahimakallohu ya bunay." Ey o'g'lim, Alloh senga rahmat qilsin. Falaqad kunta sarran mawludan barran nashi'a. Mawludan, yani sen tug'ilgan vaqtingdami bizni xushal qilgandan, oy, sizga bir o'g'il tug'ildi degandikilar shu xabarni xushal bo'lib ketdi-ku. Tug'ilishingdami sen bizga xush xabar
orqali ko'nglimizni shad etgandan o'sib ketilayotgan cho'ng bo'lgan vaqtindami bizga shunday yaxshilik qilgandan yaxshiligini eslab kelibdi. Kana Umaru ya'tasimu bil kitabi va sunnah. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi Qur'on bilan sunnatga chin istikdi. Qala dabtu sanna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ulatul umuri min ba'dihi sunanan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyingi ish egalari, ya'ni xalifalar, valilar, xalifalar deydi. Bular yo'llarni belgildi. Ko'rsatmalarni bekitdi. Al-akhdu biha i'tisamun bi kitabillah va quwwatun ala dinillah. Ashuni chin tutish Allohning kitobiga chin yepishib eslashdan iborat va Allohning dinini ijro qilishda kuchli bo'lishdan iborat. Laysa li ahadin tabdiluha. Uni almashtirish huquqi yo'q hech kimning. Wala tagyiruha. O'zgartirish huquqi yo'q. Wala nazaru fi amrin khalafa. Uningga qarshi kelgan hech qanday bir ishni o'ylash deydi, nazar degan ishadamda. Ha, uning qarshi qiladigan bir ishni unda o'ylab chiqishga haqqi yo'q deydi. Nazar fi amrin degan ma bir ish ustida unda tafakkur o'ylandi degan. Faman ihtada biha fa huwa muhtadin. Chunki kim shu yo'lni tutib, to'g'ri yo'lni topsa, u to'g'ri yo'lga mangan bo'ldi. Va man istansara biha, kimki shu Kitobulloh va sunnat Rasululloh bilan nusrat tepishni izdisa, fa huwa mansur. Unga yordam berildi, nusrat berildi, qutuq qozonadi. Va man tarakaha, kimki uni tashlasa sunnatlarni va taba g'ayra sabilil mu'minin, mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga, g'ayri yo'lga kirib ketsa, agassa, vallahu ma tawalla. Tawalla degan agashgan edi. Agashganiga Alloh taolo agashtirib qo'ydi. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى degan o'zi agashgan, igi qilib olgan narsani unga igi qilib qo'yamiz, agashgan narsaga agashtirib qo'yamiz demoqchi. Yani bir oyatda وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ diye qaysınlar aşularga agişi degan, aşuni igi qilib olsa, aşulardan bo'lib ketadi. Shuni tavalla tabarra degan bir gap bor. Tavalla degan aşuniga agishdi, shuni peshiga eslab oldi, shuni igicha qilib oldi degan. Tabarra degan buna faqat munosiblik, ada juda bo'lasigan. Bu imanning taqozzolaridan. Tavalla tabarra, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Allah yolda suyish, Allah yolda nefretni neşken. Muhabbet nefret. Şunda iman taqozzolaridan. Ve aslahu cehennem. Cehennemga tashlaydi, kirgizadi aslahu. Ve sa'at masira. U nimagan yaman joy. Ve qala innahu laysa ba'da nabiyyukum nabiyyun. Yani bunda aytgan. Haqiqatan sizlarning payg'ambaringlar oxir payg'ambar bu. Undan keyin payg'ambar yo'q. وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب. Sizlarga nozil qilingan kitob, Qur'on Karimdan keyin tushirilgan bir kitob yo'q. فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة. Shuna Allah payg'ambarning tili orqali halol qilgan narsa toki qiyomatga qadar haloldir. وما حرم الله على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة. Payg'ambarning tili orqali, og'zi orqali harom qilayotgan narsa ta qiyomat kuniga qadar haromdir. Ala diqqat. Ala deganni diqqat. Diqqat qilinglar. Yoki burunqi tarjimada ayo. Agah qilinglar. Ayo dedi. Ayo do'stlar. Agah qilinglar. Diqqat qilinglar. Inni lastu biqadin. Men bir so'tchi yoki qozoqnim emas. Va innama ana munaffidun. Men ijro qiluvchi. Va lastu bimubtadi'in. Yangi bid'at paydo qilgan kishi emas, valakinni muttabi'un. Agashkichiman. Shu ilgirki zotlarga agashmaydigan kishi. Va lastu bi khayrikum. Sizlarning eng afzalinglar emas. Va innama ana rajulun minkum. Sizlardan faqat bir kishi. Aranglardagi bir kishi xolos. Ala diqqat. Va inni
Asqalukum himla. Men sizlarning aranglardagi eng yuki ig'ir kishi. Va inna afdalal ibadati ada'ul faraid. Ibodatning eng afzali farzlarni ado qilishdir. Va ijtinabul maharim, haramlardan yiroq turishdir. Kana Umar yarji'u ilal haqq. Umar haqqa qaytibdi. O'zi bir xato nimani tanlab olgan bo'lsa, xatolik aniq bo'lgan bo'lsa, achida aqiyonatda deydi. Va yud'inu lahu. Uni bo'ysunibdi. Dakhala alayhi ibn Abdul Malik va huwa yanamu nawmata duha. Chashga uxlashini uxlayotgan vaqtida o'g'li Abdul Malik uning qishiga kiribdi. Duha degan chashga. Degan soat 8-9lar. Chashga vaqtini kun chiqqandan keyin bizni chashga namoz o'qish deydigan bir ish bor. Bu sunnat. Chashga namozi sunnat namoz. Chashga namozi o'qib qolganmi? Lekin uni biz 7-8 farzimiz O'qib bor, ha? Bu Ramazonda 7-8 qilamiz. Do'stlar. Kun chiqqandan keyin bunda nezbo'yi o'rlidi degan bir gap. Bunda qaragadanga bunday desek, bunda aqalliq 1 metrdek ko'rinsa, nezbo'yi 15 minut 20 minut mo'ljallanadi. Shundan shu chaqdan tartib biz chashkanimizni o'qsak. Masalan, 5-20 kun chiqib desak, masalan, oldin tartib o'qsak, masalan. Ya 6-10 qanday o'qsak. Qachongacha 5-ga qadar. Saat 11:20 ga qadar. Bu chashkamiz shundan ta'kidlangan darsda doktorlar o'rnatib chashkamiz bo'lib darsni chiqdi. Fazilatli kishilarning birisi. Hadisda Sayyid Muslimda salatul awwabin. Hadisda Sayyid Muslimda salatul awwabin hina tarmudu al-fisal. Salatul awwabin, awwab degan har doim Alloh taolo qaytib turdi. Shuna bilishimiz bu yo'q, men xato qildim deb, yana uni tavba qilib, yana Alloh taologa to'liq qaytaq degan bu awwab. Mush awwabning masalan va ni'mal abd innahu awwab wa ni'mal abd innahu awwab. Ayyub alayhisalom o'rtada ya jibal awwibi ma'hu wat-tayr bil qaytan yamur. Awwabinning namozi tugi bo'taloqlarning puti kuydigan chaqda degan. Salatul awwabin deganligi buning fazilati hozir chiqib bo'ldi. Qanday odam ekan buni o'qigan awwabin. Xudosh Ayyub alayhisalom awwab deb sifatlaganligi awwab. Siddiqin, muqarrabin degandek bu ham Alloh bir sifatli zotlar. Bu namozni o'qilmish shunda sifatlangan salatul awwabin. Bu chashkanimizda ashunda qumga dessak qo'yilgan chaqda o'qilgan namoz. Yani şu 8-9'larda şuruq qiziqlan. Şuruq degan shu kun chiqish vaqtini şuruq deydi. Mesela Çesada Mısır'da bomdat vaqti edi, uni bir yezib qo'ydi. Ana bu şuruq deb kun chiqish vaqti nima uchun yezib qo'yilishini, chashgan namoz qo'yasizlar. Ya bomdat qudan bo'lsangiz, hozir bomdat o'qish bo'lmaydi ekan deb bilan. Kun chiqdi degan unda hisoblab chashganimizni o'qigan bo'lsin, mana uning dard boshlarida biz qo'yamiz. Shu vaqtni boshlasak bo'ladi, chashgan vaqtini. Shuruqdan shu 20 minut o'tgandan keyin boshlaydi. Masalan 5 ga bo'lsa 5-20 o'tganda boshlaydi. O'qishib bo'ldi. Nawmatad duha. Ana nawmatad duha degan chashga vaqti uxlash degan arab adabiyotida, klassik adabiyotda to'la takrorlanadi. Naumud duha deb chiqadi. Burun mana ishimay uxlaydigan ayollarni naytanda madilaydigan, cho'ng'ildigan ishlar vaqti. Arablarcha xizmatini qilgan necha malay dedekli var. Bu xanım muadiyani qo'lmasdan tayyorlaydigan ish yo'q. Xanish. Chashga vaqtida uxlaydigan degan gap. Naumud duha. Chashga vaqtida uxlaydigan. Shunda ayollarning bu nayte chiroyli, ashunda akshi xalaydigan ayollardan g'azal o'qidan arab adabiyotida naumud duha. Duha degan shu chashga. Balki bu qurbonlik qilishga munosib. Tadhiya deymiz-ku. Nima uchun qurbonlikni chashga vaqtida kesilgan vaqt yoki bu shu vaqt uchun duha deb atalsa qurbonlikdan kelgan desang mumkin. Qurbonlik kesilgan chaq deb duha deyilgan bo'lishi mumkin. Vaqtda uxlash xilop emas. Odat normalda o'zi ishlarini qilgan odam, ya'ni normalda kundalik shu odat bo'yicha qo'pab ish qilib qilgan odam
işlerini etkerek başlayıp, durrak başlayıp bundan kılışı tergip kılıngan iş. Ümmetimden sağır vaktları bereket verildi degende gidesi var. Bazı adamlar asas kişi keç tarafta düştünken, yakin 10 işkedinken ismini almışlığa. Namun olsa, Allah'a vakın kusurda. Ondan nışkısı bu. O beğenim yok yani. Çıtakılmaz. فقال يا أبتي أبو بلسط أطاع أتنام وأصحاب الحوائج ببابك حاجت مالسının işleri aldı saklap tutsa uxlamla. قال يا بني oğlum inne nefsi matiyeti mening nefsim mening uluğumdur dedi. Matiye deganimda ben meni degan Allah. Matiye mening nefsim mening uluğumdur. فإن أمضيتها قطعتها أمضيتها degan ben onu uruqlatsam yani bek çarçıtarsam nefsimni aram aldığıma çarçıtıp qalsam qata'tuha ben onu tügeştirdim qata'tuha degan üzüp qo'yman tügeştirdim ve men qata'al matiyya falam yablughul hajata kimki uluğini tügeştirsa menzilge yetib berib bo'lmaydi. Hadisda bor. Innad-dina amiqun fa'awghil fihi birifq. Din yaman cho'nqur. Asta kirgan. Asta. Bu misalsan bardashtiramay vaqt suldaşın. Asta kiring. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-dulja. Atganda akşamda namaz o'qinga, ibodat qilgan, kechning bir qismida Jigim do'stlar ibodat qildim keyin bo'lib turishgan. Fa innal munbatta la ardan qata'a va la zahran abqa. Munbat degan masalan biz 80 kilometrlik bir yerga bormoqchi. Munbat degan to'xtamay atlanishib turgan kishi. 80 kilometr yerga bormoqchi 200 kilometr emas. To'xtamay men tiz bordi unutsa balki 50 kilometrni nayt 15 minutda biz bo'lishimiz mumkin. Yarim soatda. Mesela, lekin 50 kilometr borgandan keyin atbak qolmaydi zangi. Endi qapqagan 30 kilometrga bir kunda bir qilmaymiz. Yani menzil yetmaydi. Lekin 15 minut chaptirib, 5 minut mangdirib, 5 minut dam oldirib, araliq berib damilib mansa, ana oldu menzilga joyida yetadi. Fa innal munbatta la ardan qata'a. Munbat degan to'xtamay chaptirgan kishi o masafının basanmaydı. Valla dahran abqa. O ulatma hayat kaldırmaydı. Tügeştirdi. Nasıl Rasulullah ibadetini yaşarken kılımız diğerleri ruhsat kımalı oluşmaydı. Yaşa. Aslında az olsumu arlap demeler andın davamlaştıran ibadet kılanlar mı? El-mati cem'uhu el-mataya. وذهب عمر يتبوأ مقيلا مقيل degan tushlik uxlash aram olgan joy tushlik aram olgan joyga ketibdi birdan ko'zimni yumib olay birdan aram elib olay deb beribdi shunama فأتاه ابنه balasi kelib ana faqal ya amir al-mu'minin ماذا تريد أن تصنع nima qilaydilar lan amiri yani qala ey bunay aqil ey o'g'lim azraq bir ko'zim bo'lay qaylula qilib olay dedi. Qala taqil va la taruddul madalim. Mazlumlarning haqlarini appamay turib aramalamlar raddul mazalim degan haqqini apirishgan. Qala fa idza sallaytu zuhra radadtul madalim. Men peshimni o'qib olgandan keyin undan da'vo suray haqqini apiray. Ana peshimni va yoz vaqtida sal kechiktirib o'qish var. Mesela 13 kilo bununda çağırımında bir yılda, bir yerinde. Çünkü hadiste اِذَا اشْتَدَّ الْحَرِّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمِ Sıvılık diyen cehennemden tepkidini kıldı. Şu yazı bir kısıkken çağda sen küçük bir okumlar peşinden. Tazla aşk etkenin için peşinde okumay sen aklı tatlı okumlar yine. İşte bir saat kılılıp ondan kenar peşinde okup ondan kenar ahlakını öpürey demek. Radatu yan namazını okuplap ondan halının hakkını öpegeyme.
Bizga masalalar mesela bor. Qaror masalaga yapiladi. Shunda shu yerda kechikib turish sunnat. Masjidga kechikib turish. Masjidda ham işte o sunnatdan o'qimaydi ekan bu. Lekin biz ham masjidda kechikib turmagan ekan, biz kechikib turmadan masjidga jamoatni o'qib qo'yib, o'zimizda kechikib o'qimay shu jamoatga o'qiymiz. Jamoatni qo'lindamiz. Qala ya amiral mu'minin, balis dabto ey mo'minlar amiri, mallaka an ta'isha ila zuhr. Peshim o'qigan qadar yashayalaylar deb kim sizga kafolatlik qila oladi? Mallaka degan shu kibirliqda kim bor? Qala udnu minni. Ko'zam jumlalasimi jumla qo'ymoqda-da, jumla qo'ymoqda balasi. Yani balasi va dadisdan bakrak Zahid kerildi. Ya buni endi yoshlikda asal nima emasmi? Ishtiquldi inson. Ya bunay fadana minhu. O'g'lim yaqroq keladi, yaqroq keldi. Faltazamahu. Nu qushag'i oldi, eslab oldi. Multazim deymiz-ku. Kabe'nin darvozasi var. Kabe'nin darvozasida bu so'zog'i hammadan es tutug'a joyida qarasam, hammadan shu bu yetmagan esib turib, shu multazim. Yani eslab olgan joy degan gap. Va qabbalahu bayna aynayhi. Qo'shimisiga deymiz-da. Ko'zdan o'tirsa, qo'shimisi ham-da. Ko'zdan o'tirishyapti. Ba'zi balki arab tilida shunday bo'lsin. Beynane degan o'sha ko'zdan o'tirsa qo'shimisi var. Buni beynane deymiz. Ya, tijanisi qo'ydik bo'ldi. Va qala alhamdulillahi allazi akhraja min sulbi man yu'inuni ala dini. Yu'inuni. Yu'inni ma? Yu'innika. Yu'inuni. Çıkının var. Mening sulbimdan, mening kuchimdan, mening diniy ishlarimga men yordam bergan bunda farzandlarni chiqargan Alloh taologa hamd sana bo'lsin. Va kharaja va lam yaqil. Va lam yaqil. Va lam yaqul emas. Shundan chiqaramaydan chiqibdi. Va jalasa li raddil madalim. Xalqning haqlarini epirish uchun dava so'rash uchun o'tadi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanallohi va bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.